Bir yostiqda bir umr. Muallif Jamoliddin Yazijiy. Oiladagi baxtning manbai halol rizqdir. Butun mavjudotlarning hayoti oziq-ovqat va ichimlik bilan davom etadi. Olamlarning sohibi tirik mahluqotlarni yaratish bilan birga, ularning ehtiyojlarini qondirish uchun imkoniyat va sabablarni ham xalq qilgan. Bizga son-sanoqsiz ne'matlarni yaratib qo'ygan buyuk Robbimiz ma'lum mezonlarga amal qilishni buyuradi. Bilamizki, peshona teri bilan topilgan rizq to'kin sochillikka sabab bo'ladi. Hayvonlar va o'smirlar hayotini qandaydir tarzda davom ettirar ekan, ularga ne'matlar yetib, nochorligi yoki ahvoliga qarab umr kechiradi. Ulardan bu rizqni qayerdan topganliklari so'ralmaydi. Faqat aql va idrok sohibi bo'lmish insonlardan har bir amali uchun albatta hisob so'raladi. Robbimiz o'z kalomida: "Ey odamlar, yer yuzidagi narsalardan halol poklarni yenglar va shaytonning izidan ergashmanglar, chunki u sizlarga ochiq-oydin dushmandir." Baqara surasi 168-oyat deydi va yana boshqa bir o'rinda: "Va Alloh sizga rizq qilib bergan narsalardan halol poklarni yenglar. O'zingiz iymon keltirgan Allohga taqvo qiling." Moida surasi 88-oyat deya marhamat qiladi. Ne'matlar pok bo'lsin, halol mehnat bilan top. Peshona teri evaziga erishilgan pullarni harom narsalarga ham sarflash halol emasdir. Spirtli ichimliklar va qimor o'yinlari kabi narsalarga sarflaydigan bularning boshida turadi. Qolaversa biz yeyayotgan go'sht halol bo'lsa-da, ustida Allohning ismi zikr qilinmasa, harom hisoblanadi. Payg'ambarimiz alayhissalom halol ham harom ham ochiq-oydin, ammo bulardan tashqari ko'pchilik bilmaydigan shubhali narsalar ham bor. Halol va haromning orasida kim shubhali narsalardan saqlansa, o'z dini va sha'nini saqlagan bo'ladi. Kim shubhali ishlarni qilsa, haromga yaqinlashadi. Bir ekinzorning atrofida mol boqqan odam mollarini o'sha ekinzorga tushib ketishi xavfi doim bo'ladi. Har bir podshohning o'z chegarasi mavjud. Allohning chegarasi harom qilingan ishlardir. Ogoh bo'linglar. Odam tanasida bir parcha et bor. Agar u tuzalsa, butun a'zolar isloh bo'ladi. Agar o'sha bir parcha et buzuq, fosiq bo'lsa, butun a'zolar buziladi. U bir parcha et qalbdir. Agar yurakka oqib butun vujudga haydaladigan qon halol rizq mahsuli bo'lsa, o'sha sog'lom yurak haydayotgan toza qon bilan ham qalb go'zal ishlaydi. Ham butun vujud omon qoladi. Aksincha, iflos qon aylansa, yurak buzilishidan qutula olmaydi. Haydayotgan iflos qon tufayli butun vujud salomatligi yo'qoladi. Vali zotlardan biri shunday degan: "Ba'zida harom luqma bilan yurak shu qadar o'zgarib, boshqacha bo'lib qoladiki, hech qachon avvalgi holatiga qayta olmaydi. Har bir gunoh yurakni qoraytirib yuboradi. Halol luqma ham qalbga ijobiy ta'sir qiladi va unga hech narsa zarar yetolmaydigan darajada jilolaydi. Qalbni ezgulik va ibodatga yetaklaydi." Bir kuni Sa'd ibn Abu Waqqos hazratlari: "Yo Rasululloh, duo qiling, toki Alloh barcha ibodatlarimni qabul qilsin" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Agar duolaringiz qabul bo'lishini istasangiz, halol luqma yeyingiz. Ko'p insonlar bordirki, harom yeydi, harom kiyinadi, keyin qo'llarini ko'tarib duo o'qiydi. Bunday kishining duosi qanday qabul bo'lishi mumkin?" dedilar. Yana bir o'rinda: "Halol va pokiza taomlardan yenglar, duolaringiz qabul bo'lsin" dedilar. Hazrati Mavlono Jaloliddin Rumiy: "Ilm ham, hikmat ham halol luqmadan vujudga keladi. Sevgi ham, mehr ham halol luqma bilan yuzaga chiqadi. Agar luqma hasad va xiyonat paydo bo'lsa, jaholat hamda g'aflatga sabab bo'lsa, bilingki u luqma haromdir." Imom G'azzoliy: "Harom yeb ichgan ayolning suti bilan oziqlangan bola kelajakda qabih ishlarga moyil bo'ladi" deydilar. Qisqasi, halqum orqali o'tadigan har bir taom va ichimlik inson tabiatiga, his-tuyg'ulariga va fikrlariga ijobiy yoki salbiy ta'sir ko'rsatadi. Halol doirada oziqlangan odam kamtarroq, xushfe'l bo'lsa, qorni haromga to'lgan kimsa badfe'l, xudbin, o'zboshimcha, vafosiz va shu kabi sifatlarga ega bo'lishining guvohi bo'lamiz. Bu hol bolalarimiz, ayollarimiz yoki erkaklarimizga keng tarqalgan. Oilaviy zo'ravonlik va muammolarda harom luqma qanday o'rin tutadi? Masalan, shu nuqtai nazardan qarasak, qanday bo'lar ekan? Oila budjeti
Oilaviy hayot o'zi bilan ba'zi moliyaviy mas'uliyatlarni ham olib keladi. Har bir inson o'z ko'rpasiga qarab oyoq uzatishi lozim bo'lganidek, oilalar ham o'z imkoniyatlariga qarab harakat qilishlari zarur. Iqtisodiy imkoniyat oshiqroq mablag' sarflash tez fursat ichida muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Ayniqsa ish orqaga ketayotganda oilani kerakli narsalar bilan ta'minlash qiyinlashadi. Oila, xossatan xonadon erkagi bu masalada juda e'tiborli bo'lish lozim. Robbimiz insonni turli ne'matlar bilan rizqlantirgan. Kimgadir ko'p berib imtihon qilmoqda. Qani bandalarim sabr qiladimi yoki isyon etadimi? Bugungi kunda ayrim ajralishlar oila budjetini yetarlicha ta'minlay olmaslik samarasidir. Atrofimizdagilar, yaqinlarimiz va hatto eng ishongan qarindoshlarimiz bilan bog'langan rishtalarni saqlab qolish, qanoatli bo'lishga bog'liq. Inson sabablarga murojaat qilib, halol yashashni o'ziga dasturlamal etib olishi shart. Isrofgarchilik, dabdaba va ochko'z qilishdan yiroq bo'lmaganlar oila huzur halovatiga erishadi. Tozalik va oila tinchligi. Hozirda aksariyat nikohdagi juftliklar bir xil tilni ishlatmaydilar. Ular bir-birlariga bo'lgan sevgilarini turli yo'llar bilan izhor qiladilar. Lekin ko'pchilik juftliklar bu sevgilarini suyuklilarga to'laligicha izhor eta olmaydilar. Oiladagi muloqot kitobidan quyidagi misolni keltirmay ilojim yo'q. Yillar avval bir tadbirkor ishdan qaytgach, suyukli xotiniga hikoya aytib beradi. Ular bu hikoyalar bilan ko'p baxtli daqiqalarni o'tkazadilar. Vaqtlar o'tib u odamning ishi ko'payib ketadi va hikoya aytishga fursat topa olmaydi. Sevimli xotinini hikoyalardan mahrum qilmaslik uchun o'zi ajoyib yechim topadi. Magnitofon olib hikoyalarni unga yozib xotiniga beradi. Shunday qilib, xonim lentadagi hikoyalarni tinglar ekan, u o'z biznesini rejalashtiradi va ishi bo'yicha hisob-kitoblarni amalga oshiradi. Biroz vaqt o'tgach, tadbirkor xotinining hikoyalarini tinglamay qo'yganini va baxtiyor emasligini payqab qoladi. U xotinidan so'raydi: "Hikoyalarni eshitmayapsizmi? Magnitofon buzildimi?" Xotini bergan javobga qarang. U buzilmadi, lekin magnitofonga bosh qo'yish uchun tizza yo'q. Bir ayol shunday deb yozadi: "Dam olish kunlari uyga sochlari va soqollari to'zigan, yomon kiyimda o'tkazadigan erkak nima sababdan dam olish kunlari yomon o'tgani sababini boshqa joydan izlamasligi kerak. Erlar o'z xotinlarining o'z huzurlarida orasida va ozoda kiyinishlarini xohlaganidek, o'zlari ham xotinlar uchun kiyinib, toza va ozoda bo'lishlari muhim. Shu hafta oxirida erkaklar buni sinab ko'rishsin. Zumda nimaningdir o'zgarishini fahmlaydilar. Hech bo'lmaganda xotinlarga oldimda chiroyli ko'rinib yur deb ayta oladilar. Turmush o'rtog'ingiz sizdan nimani xohlaydi? Xunuk ayol bo'lmaydi, balki o'ziga qaramaydigan bo'ladi deyshadi. Biz esa xunuk erkaklar yo'q, o'ziga qaramaydiganlari bor deymiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurlarida sahobalardan bir ayol kelib eridan ajrashmoqchi ekanini aytib, o'zini taloq qilishga ko'ndirishlarini so'radi. Rasululloh alayhissalom erining kimligini bilib oldilar. Ayolga "Sen boraver, o'zim seni chaqiraman" dedilar. U zot yollardagiga o'sha odamni topib kelishlarini buyurdilar. Uni topishdi. Soch va soqollari to'zigan, usti-boshi aftoda kirchir bo'lgan bu odamni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam huzurlariga olib kelishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Olib boringlar, yuvintiringlar, soch soqollarini tartibga keltiringlar, toza kiyim kiydirib olib kelinglar" dedilar. Aytilgan ishlar qilingach, u kishi payg'ambarimizning oldilariga keltirildi. Ayolga ham xabar yuborib chaqirildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Siz taloq qilishni istayotgan odam shumi?" deb so'radilar. Ayol qayta qararkan: "Ha yo Rasululloh, lekin men taloqdan voz kechdim" dedi. Yana bir turmush qurgan ayol shunday deydi: "Turmush qurganimga 10 yil bo'ldi, 2 farzandim bor. Oilaviy hayotimning dastlabki 6 yili jirkanish bilan o'tdi. Erim bir oz ortiqcha vaznga ega edi, shuning uchun terlar qo'lansa hidi bor edi. U biz uchun ishlayapti-ku, ter to'kyapti-ku deb o'zimni ko'niktirishga uringan bo'lsam-da, uddalay olmadim. U juda ko'p chekardi. Bir tomondan ter, ikkinchi tomondan tamaki meni jirkantirardi. Uning yoniga o'tirmaslikka harakat qilganimdek, yotganimizda tezroq orqamni burishga tirishardim. Yillar o'tib, bir kuni uni xafa qilmaslikka intilib, unga bularni aytdim. Avvaliga u biroz vazn tashladi, keyin ter hidini yo'qotadigan va bir-biridan chiroyli bo'y
taratuvchi kremlar va ta'tirlar oldi. U hali ham chekadi, lekin bu hidni yo'qotish uchun tishlarini xushbo'y pastalar bilan tozalaydi. Men unga endi yoningizda bemalol o'tiraman, albatta orqa o'girishga majbur emasman dedim. Nikoh hayoti er va xotinni bir tanadagi ikkita jonga aylantiradi. O'zini sevgan oilasini ham sevadi. Madaniyatlar ustidan g'alaba majburlash bilan emas, ishontirish orqali bo'ladi deya asr missiyasining yaratuvchisi muhim bir haqiqatni ta'kidlaydi. Insonlar ko'plab ilmga yetishishlari mumkin bo'lib qolgan ushbu kunimizda hayot va yaxshiliklarni baham ko'rishda muhim o'rin tutgan bilim va odoblardan to'g'ri foydalanilsa, ular bizni baxt va saodatga yetaklaydi. Yaratilishiga ko'ra o'z nafsini sevadigan inson nafsi haqidagi tanqid va kamchiliklarni qabul qilmaydi. Biz sevib qadrlaydigan narsalar o'zimiz uchun juda muhimdir. Shu bois ham Parvardigorimiz, payg'ambarimiz alayhissalom va muqaddas qadriyatlarimizga gard yuqtirmasmiz. Hatto ular uchun kerak bo'lsa, seva jonimizdan ham kechamiz. Hayotning davom etishi oila bilan mumkinligiga ko'ra oiladagi muhabbat, ya'ni chinakam sevgi oila instituti asoslarining mustahkamligini ifodalaydi. Er-xotin bir-birini tanqid qilishda va ayb izlashda ehtiyot bo'lishida eng asosiy sabab bu ular haqiqiy sevgini topa olmagani uchun bo'lsa kerak. Nikoh hayoti er va xotinni bir tanadagi ikki jonga aylantiradi. Yillar turmush o'rtoqlarini bir-biriga o'xshash qilib yuboradi. Tuyg'ular, fikrlar, ovqatlanish, hatto estetik tushunchalarda juftliklar oilaga nimadir qo'shadilar va o'sha oilaga xos madaniyat shakllanadi. Shuning uchun ham sotsiologlar oilani kichik davlatga o'xshatishadi. Haqiqiy sevgini qo'lga kiritish uchun umr yo'ldoshimizning fikrlari, tushunchalari va his-tuyg'ulariga berilgan qadr-qiymat bilan to'g'ridan-to'g'ri proporsionaldir. Sevgi va mehr bilan hal qilib bo'lmaydigan muammolar juda oz. Bu tushunchani nafsimiz qabul qildira olsak edi. O'zini sevgan odam ayni badanidagi egizi bo'lmish ruhini sevishni e'tiborsiz qoldirmasligi kerak. Agar ayb nuqson bo'ladigan bo'lsa, u bizning nafsimizda ham bo'y ko'rsatadi. Qanday qilib nafsimizni yaxshi ko'rib, unga gard yuqtirmaymiz? U bir yostiqqa bosh qo'ygan turmush o'rtog'imizning ayblarini emas, balki ijobiy tomonlarini ko'rishga g'ayrat qilmaymiz. Muammolar ishontirish asosida hal qilinishi kerak. Ba'zida inson bilmagan holda atrofdagi odamlardan bo'lmish uchinchi shaxslar ta'sirida qoladi. Har bir ezgu ish oldida qo'yiladigan tuzoqlar singari tabarruk oilaning poydevorini fikrlari biz uchun qadrli bo'lmagan insonlar tomonidan miyamizga quyilgan viruslar larzaga soladi. Har bir salbiy so'z va xatti-harakat qalbimizdan bir narsalarni qo'porib oladi va boshi berk ko'chaga kiritib qo'yadi. Buning natijasini g'isht qolipdan ko'chgandagina bilib olamiz. Shuni esdan chiqarmaslik kerakki, oila mehr va fidoyilik talab qiladigan muqaddas dargohdir. Eng muhim masala aqlimizni ijobiy tomonlama ishlatib xato qilmaslikdir. Aqllarni bozorga olib chiqishdi va har kimga o'z aqli yoqdi. Aqlni yoqtirishning zarari yo'q, agar odamlarni zalolatga eltib oilalarini falaj qilib qo'ymasa. Inson eng yaxshi ko'rganlari bilan sinaladi. Baxt kichik narsalarda pinhon. Yer yuzi ming-minglab yirik tirik mavjudotlarning vatanidir. Har bir jonzotning o'ziga xos yashash tarzi bor. Bular ichida eng mukammali insondir. Ong va aql jihatidan farqli bo'lish insonning ustun bo'lishiga imkon berdi. Ijtimoiy mavjudot bo'lgan inson hayoti turli to'siqlar bilan to'ladir. Hayot bu kurash. Mazkur jang uning tug'ilishidanoq boshlanib, o'limga qadar davom etadi. Kimdir qashshoqlik bilan, kimdir kasallik bilan, kimdir esa do'stlari bilan, eng yaxshi ko'rganlari bilan sinovdan o'tadi. Agar biror narsani qadrlasangiz, buning aksini olasiz. Ba'zi qadriyatlarni e'tiborsiz qoldirib ham tahlikali hol yuzaga kelishiga sabab bo'lishingiz mumkin. Hayotimizda juda ko'p narsalar borki, biz ularni kichik deb hisoblaymiz, qadrlamaymiz. Keling bunga yaxshilab nazar tashlaylik-da, qancha ezguliklar ichida ekanligimizni anglaylik. Daraxt urug'i o'zining barcha xususiyatlarini o'z ichiga yashirganidek, kichkina narsalarda ham katta xayrlar va baxt saodat borligini ko'ramiz. Misol uchun, avtomobilning g'ildiraklarini ushlab turadigan narsa oddiy murvat va gayka bo'lib, mashinaning harakati ularga bog'liq. Gugurt cho'pi yoki sigaret qoldig'i kichik bo'lsa-da, minglab gektar o'rmonlarning yonishi ularning vayron bo'lishiga olib kelishi mumkin.
Bular kichik, ammo halokat maydoni aql bovar qilmaydigan darajada katta. Jamiyatning asosi bo'lmish farzandlarimiz ta'lim-tarbiyasi moddiy boyliklarimizga beradigan qadr-qimmatdan anchayin muhimroqdir. Buni bir misol bilan tushuntirmoqchiman. Ya'ni bola qayerdandir biror narsa olib keladi. Buni payqagan ota-ona undan ko'z yumadi. Natijada ular bolani o'g'rilikka o'rgatadi. Oxir-oqibat farzandlar o'sib ulg'ayib, qaroqchi sifatida qarshimizga chiqadi. Shunday qilib bolalarimizning hayoti barbod bo'ladi. Insonlar bilan kirishib ketishda muammolari bo'lgan yoki noto'g'ri ta'lim bilan shunga majbur qolgan bolalar kelajakda jamiyat tinchligini buzish nuqtasida ne tuzatib bo'lmaydigan yaralarni keltirib chiqarishi mumkin. Baxt va muvaffaqiyat kichik narsalarda yashiringan. Jamiyat asosini tashkil etuvchi oilaning mustahkamligi o'sha xalqning kelajagi bilan chambarchas bog'liq. Kichik narsalar juftliklarning baxtiga asosdir. Masalan, mehribonlik, xushmuomalalik borasida ko'chadigan imkon qadar saxiy oila a'zolarimizga esa ziqnalik qilayotganimizni sezmay ham qolamiz gohida. Ishdan qaytganidan keyin bir-birini mehr va hurmat bilan kutib olgan juftliklarning baxti butkul boshqacha. Bu uy go'yoki jannat qasriga o'xshaydi. Oila baxti xalq baxti demakdir. Keksalarimizning ta'biri bilan aytganda, inson ozgina samimiy g'ayrat bilan atrofidagi jamiki go'zalliklarni yashnatadi. Demak, u tomondagi jannat bu yerga kelgan. Go'zal ko'rish, go'zal o'ylash niyati bilan. Biz miyamizga yozib olgan mas'uliyatlar va ma'lumotlar vaqt o'tishi bilan hayotimizni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.